Wang Yun zadi qanday kishi? Üç padişahlıktaki konu vezirlerin içinde. Nəhayət yüz obro'yu var. Hem nəhayət başqa vezirler yaxşı gördiğən, her qandaq adam bunun bilan muomala qilsa yoqtirib qolgan bir kishi. Endi Wang Yunni bahalasak men mundaq bahalayman. Ya'ni xandonlikqa sodiq. İkincisi yürekli. Üçüncüsü aqlliq. Endi buni nereden ko'rib olaymiz? Buningki şu hayatı başlanğandan tatip ahırlaşqıça başdan ahırı xandonlikqa nəhayət sodiq. Özünün hayatını qurban qilib etishga rozi ki, şu padişahni xandonligini qutqizib qolsam, shuni rivojlantira olsam men rozi deydigan kishida bu. Endi Wang Yunninki yurti hozirgi Shanxi o'lkasininki Chishan deydigan nahiyasiga to'g'ri keldi. Endi bu kichikdan boshlab amaldor oilasi tug'ilganligi uchun, ya'ni bularninki ajdoddan avlodgacha xandonlikqa amaldor bo'lib kelgan. Bu oiladagilarninki ata-onasininki turtkisida nəhayət o'qimishliq, bilimlik, alamdimi, qalamdimi kamolat yetgan bir odamga aylandi. Cho'ng bo'lgandan keyin bu shu Chishanninki viloyatiga, ya'ni viloyat boshlig'i demdi qamdi. Amaldor bo'lgandan keyin bu hamda o'zininki iqtidorini namoyon qilishga boshlaydi. Buni hamda nimishqa yuraklik deymiz degan vaqtda bu shu viloyatga boshliq bo'lgandan keyin bu viloyatda nəhayət mushtum zo'r birisini bayqaydi. Buningki hamda o'rtada bir amaldor bilan bir munosabati, yaqin munosabat bo'lg'achqa bu yerda falan bo'zaq qilib hech kimning gapini anglamay nəhayət zo'migarlik qilib yurganda, buning oldidagi, Wang Yunning oldida kelgan viloyat amaldorlarini bu ko'zga ilib qo'ymay, ya bo'lmasa ularni u zo'migarga yo'l qo'yib deganda qilib kelgan. Keyin Wang Yun amalga chiqqandan keyin darholla bu zo'migan tutib akilib nurg'un odam bayada chiqib buni sotlab kallasini olib tashlaydi. Shuning bilan bu Wang Yunninki shu xalq orasida nomi tarqalib ketdi. Hatto o'rdig'imi buning nomi bor. Ajoyib bir dag'duq qo'zg'aydi. Buni ba'zi vazirlar yaxshi ko'rib qoldi, ba'zi shu parxur vazirlar buni o'shib qoldi. Buningki tutqa yo'liga toza bir ichida qaylanmaydi. Chunki Wang Yunninki kichikidan boshlab tutqan yo'l nima desa, nəhayət tejashchanlik bilan parxorlikni o'zidan yiroq qilib, nəhayət pokizmonga odam bu. Ammo kinoda chiqqan o'rdisi qarasaqmi nəhayət oddiy, osonlikcha bir narsaga pul xarjlab ketmaydi, bir hashamatlik bir narsani qilib ketishni xohlamaydi. Topgan puliga o'zini normal holat bilan tutib, boshqalardan hech qanday parim olmaydi, boshqalarga parim bermaydi. Keyin bu hamda shu iqtidorini to'liq joriy qildirib, o'rniga yetib keldi. Buni amal o'sib, keyin buni podshoh o'rnining ichiga olib keldi. Olib kelgandan keyin biz beshit so'zlagandek shu seriq yog'liqlar qo'shini chiqqandan keyin bu Wang Yunmi shu seriq yog'liqlar qo'shiniga qarshi turish uchun o'tirg'i tushdi va bu jangni ajoyib cho'ng to'yib ko'rsatib, yana bir qatim nurg'un kishininki e'tirof qilishiga erishdi. Buningki shu nom obro'yi, oilasininki nom nasabi bu Wang Yun orqali texim yuqoriga ko'tarildi. Keyin shu ag'vat, ya'ni 10 ag'vat voqealari yuz berayotgan vaqtda Wang Yun hamda 10 ag'vatlar bilan tirkishib qilib, bu Wang Yunni ag'vatlar bak zo'rayib ketdi, kuchayib ketdi deb buni chatga qiqishga boshlaydi. Shuning bilan Wang Yun o'zining hayotini saqlab qilish uchun bular bilan kuchsini ishonmay asta o'zini olib qochib bu o'rdan chiqib boshqa yerda amal tutib ishlaydi. Keyin Xijin o'rdaga kirib shu 10 ag'vatni amalidan ojizlashtirgandan keyin, ya'ni Xijinning amal eng cho'ng holatga yetgandan keyin bu Wang Yun yana qaytib keldi. Ya'ni Xijin buni o'rdaga qaytadan olib keldi. Chunki Wang Yunninki iqtidorliligini nurg'un odam e'tirof qilishga, Xijinmi buni anglashga, bu iqtidorli odam o'rdaga kelib ishlasin, biz uchun to'yib qo'ysin deb buni tortib keldi. Keyingi vaqtlarda 10 ag'vat voqeasi tugab, Dongzhou kirgandan keyinmi Wang Yunninki talantiga nəhayət qo'l qo'ydi. Buningki ish bajarish, ishlarni joyi-joyida ratlash usullarini ko'rib, bundan nəhayət xotirjam bo'ldi. O'rnining ishlarini hatto Wang Yunga topshiradigan holatga yetdi. Nimishqa? Chunki Wang Yun Dongzhou bilan nəhayət aputdi. Uning bilan bevosita qarshilashmay, uningki ko'nglini o'ziga moyil qildi. Hatto ba'zi vaqtlarda
o'zininki mush prinsipi bek uyg'un kelib ketmasmi, Dongjuo bilan yaqinlashib, chaqchaqlashib o'tdi. Maqsad nima degan vaqtda birdan bir maqsad Dongjuoni yo'qotish uchun Wang Yun chidaydi. Asli Wang Yunninki maqsadida Dongjuoni ochiq oshkora qo'shin tortib kelib yo'qotish maqsadi bor. Ammo Yuan Shao, ya'ni 18 saram qo'shini yig'ilmayla Dongjuo bilan tuzuk elishmayla parchalanib ketgandan keyin bu kutgan umid orzular hammasi barbod bo'lib, sirtdan umid kutishningki hojat yo'qligini bayqab, cho'qim men amal tepib o'zim bataraf qilmasam bo'lmaydi ekan degan bir niyat kelib qoldi. Amaliyotda Wang Yunninki shu sohib Jamal elasi orqali Dongjuoni yo'qotishi beshida buni qabul qilinmaydi. Nimishqa desa, bunda xalq anglasimi, to'g'ri ko'rmaydigan bir amal orqali bu Dongjuoni yo'qotish meningki nom shartimga to'g'ri kelmaydi deb ishlatmagan bo'lsa, keyingi vaqtda endi amal yo'q, ya'ni kallasini ishlatib buni yo'qotish asosli masala. Boshqa ishning hammasini qayrib etib, hozir qo'lda qo'shin bo'lmagandan keyin, buning bevosita qarshi chiqib olmagandan keyin amal tadbir ishlatish orqali buni yo'qotish kerak ekan deb Meyrenji, ya'ni sohib Jamal elisini ishlatdi. Endi buning aqlliqligi zot nada degan vaqtda biz boy degandek Dongjuo bilan kelishib moslasha olganligida, uning ishonchiga erishganligida. Bo'lmasa, uning ishonchiga erishmagan bo'lsa, uning bilan qarshilashib qolgan bo'lsa, balkim Dongjuoninki avu xarakterida u Wang Yunni allaburun o'ldirib o'tish mumkin. Chunki nurg'un vazirlar azroq Dongjuoga moslashmaganligi uchun bu Dongjuo ularni o'ldirib etdi. Keyin bu sohib Jamal elisini ishlatdi, biz oldin filmlarda so'zildik. Demak, mushundaq bir sohib Jamal elisi biz qaramoqqa nihoyatda oddiy, oson ko'ringan bilan bu ajoyib tez, uzun so'zilgan bir plan deyishki bo'ldi. Chunki avval Liu Buni keltirish kerak. Ondan Dongjuoni keltirish kerak. Uning ikkisini orasiga ziddiyat silish kerak. Uning keyindan Liu Buni o'zining yeriga tortib akilish kerak. Eng keyindan Dongjuoni texmi rahat, ya'ni bahramon holat keltirish kerak. Eng oxirida ondan Dongjuoni yo'qotadigan plan amalga oshirdi degan gapda. Demak, buni biz nima deymiz esa Liang Huanji, ya'ni keyindan ulangan tadbir deymiz. Bunda tadbirning har qanday bir bo'lagida masala chiqib qolsa, demak Wang Yun o'lib ketish mumkin. Plan mag'lub bo'lish mumkin-da. Shundoq bir planni dal joyida amalga oshirib, planda maqsad yetib, nishonga yetishda, demak Wang Yunninki aql farosatiga qat'iy sal qarash qo'ymaydi. Ajoyib aqlliq, bilimli ish birjirishga moyil deyishga bo'ladi. Shun oxirida Wang Yunmi o'zininki shu aql farosati, yuraklikligi va Han podshohga sodiqlik bilan Dongjuoni yo'qotdi. Demak, bu Wang Yun degan kishi mana shundoq umrda nihoyat yaxshi o'tgan, o'zini pok tutgan, Han xonadonligiga nihoyat sodiq o'tgan bir vazir deyishga bo'ladi. Unda qo'z do'stlar, Wang Yun to'g'riliq shunchalik so'zlab turlar. Ham keyingi filmda bizning so'zlaymiz degan vaqtda Wang Yunninki Dongjuoni qaslishi to'g'riliq so'zlaymiz. Do'stlar, film yaragan bo'lsa, ostidagi inkas rayoniga alt raqamlarni, gullarni yo'llab qo'yinglar. Film saqlab olib, tarqitib qo'yinglar. Hem şu üç padişahlıktan texim çıkarak neyse ügensen buldu. Şu personajlarınki iş beceriş usullarını, kişilik münasebetlerini, kadın başkuruş usullarını, başkalar boğan pozisiya usullarını ügensen buldu dep kalsanlar, hemen tayarlap koygan şu üç padişahlık ve karxan başkuruş temisindeki yürüyüşlük 5 kısımlık dersini alap baksanlar buludu. Aslik ulanın bizipla kırıp anlayalayız.